Bu o'simlikni otini tog'li yer aholisi chiroq cho'p deyishadi. Buni asli nomi pijma. Bu pijma o't nimalarga do'ri? Yoz vaqtida issiq suv ichib qo'yilsa yoki oftobda turib qolgan suvni ichilsa yoki ayniganroq ovqat ichganroq meva-chevalar yeyilganda, qorin og'rib ich surilganda buni ichganda juda yaxshi effekt bo'ladi. Buni bir piyolaga bir choy qoshiq solib damlanadi. Bu undan tashqari ucha faoliyatini tiklaydi. Uchadagi yig'ilib qolgan gijjalarni, uchada yig'ilib qolgan ortiqcha qoldiq narsalarni tozalaydi, xiltlarni. Buni shifoligi hech qanday asorati yo'q. Bittagina asorati bor, bu ham homilador bolasini 8 kun ichganda tushiradi. Bu beozor o't hamma tog'li qir joylarda o'sadi. Buni bolalaringizga damlab bersangiz, gijjalarni qopi bilan tushiradi. Undan tashqari qorin og'rig'ini qoldiradi.